Sirdaryoda dahshatli portlash yuz berdi. O'zbekiston tarixida ilk bor ayol karatechi jahon chempioni bo'ldi. Netanyahu prezidentdan kechirim so'rayapti. Andijondagi Eko-Reydda tandirlarga qarshi urush ochildi. Sirdaryoda 4 ta mashina avariyaga uchradi. Shu va boshqa muhim xabarlarning to'liq tafsiloti suratdagi Haqiqat kanalining hafta dayjestida. Sirdaryoda dahshatli portlash yuz berdi. 2-dekabr kuni Sirdaryo viloyatining Guliston shahridagi umumiy ovqatlanish shoxobchalaridan birida portlash sabab katta yong'in yuz berdi. Sirdaryo viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tomonidan e'lon qilingan rasmiy munosabatga ko'ra, hodisa Guliston shahar taraqqiyot mahalli fuqarolar yig'ini hududida joylashgan ovqatlanish shoxobchasining oshxonasida yuz bergan. Tezkor harakatlar natijasida yong'in qisqa fursatda to'liq bartaraf etilgan. Sirdaryo viloyati ichki ishlar bo'limi holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 257-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, bir nafar shaxs protsessual tartibda qamoqqa olinganini va tergov harakatlari davom etayotganini bildirgan. Hodisa oqibatida 29 nafar fuqaro turli darajadagi kuyish tan jarohatlarini olgan. Shundan 26 nafari Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Sirdaryo viloyati filialiga yotqizilgan. 3 nafarning ahvoli qoniqarli bo'lgani bois ambulator yordam ko'rsatilib, uyiga javob berilgan. O'ta og'ir qabul qilingan bemorlardan 3 nafari vafot etgan. Hozirgi paytda shifoxonaga yotqizilgan bir nafar bemorning ahvoli o'ta og'ir bo'lib, u sun'iy nafas olish apparatida. Ayni paytda yong'in sababini aniqlash maqsadida sudga oid ekspertiza tayinlangan. Ekspertiza xulosalari e'lon qilingach, bu bo'yicha qo'shimcha axborot berilishi bildirilgan. O'zbekiston tarixida ilk bor ayol karatechi jahon chempioni bo'ldi. 30-noyabr kuni o'zbekistonlik karatechi Gulshan Alimardanova Misr poytaxti Qohirada o'tkazilayotgan jahon chempionatida 50 kg vazn toifasida jahon chempioni unvonini qo'lga kiritdi. Shu tariqa u jahon chempioniga aylangan birinchi o'zbekistonlik ayol karatechiga aylandi. Gulshan Alimardanova finalga qadar yo'lida duch kelgan barcha raqiblarni ishonchli tarzda mag'lub etdi. Finalda ham u ustunlikni qo'lga kiritdi. Ta'kidlash joiz, shu paytga qadar faqat Dostonbek Otabolayev jahon chempionligiga erishgan va O'zbekistonning karate bo'yicha birinchi jahon chempioni sifatida tarixga kirgan edi. Endi esa Gulshan Alimardanova o'zbekistonlik ayol karatechilar orasida jahon chempioni bo'lgan birinchi sportchiga aylandi. Netanyahu prezidentdan kechirim so'rayapti. 30-noyabr kuni Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu o'ziga nisbatan davom etayotgan korrupsiya ishi bo'yicha mamlakat prezidentidan afv etishni so'radi. Uning aytishicha, afv etilishi Isroil uchun foydali bo'ladi. Netanyahu 2019-yilda poraxo'rlik, firibgarlik va ishonchni suiiste'mol qilishda ayblangan bo'lib, u mazkur ayblovlarni doimo rad qilib kelgan. Uning advokatlari prezident devoniga bosh vazirni afv etishni so'rab rasmiy maktub yuborgan. Advokatlarim bugun prezidentga afv so'rovi yubordi. Mamlakat farovonligini istagan har bir kishi bu qarorni qo'llab-quvvatlashiga ishonaman, dedi Netanyahu. Sud jarayoni 5 yildan beri davom etayotganiga qaramay, bosh vazir ham, uning advokatlari ham aybni tan olmayapti. Muxolifat yetakchisi Yair Lapidning ta'kidlashicha, Netanyahu aybini tan olmagan va pushaymonlik bildirmagan bir paytda uni afv etish mumkin emas. Isroil qonunchiligiga ko'ra, afv odatda sud jarayoni yakunlangandan keyin ko'rib chiqiladi. Biroq Netanyahu advokatlari bu safar prezident mamlakatdagi siyosiy bo'linishni yumshatish va milliy birlikni mustahkamlash uchun istisno tariqasida qaror qabul qilishi mumkinligini aytmoqda. Prezident Isoak Herzog devoni so'rovni muhim oqibatlarga ega deb atab, barcha zarur fikr-mulohazalar olingach, masala mas'uliyat va samimiyat bilan ko'rib chiqilishini bildirdi. AQSh prezidenti Donald Tramp ham o'tgan oyda Herzogga maktub yuborib, Netanyahuni afv etishni ko'rib chiqishga chaqirgan va unga qarshi ishni siyosiy asossiz ta'qib deb baholagan. Andijondagi Eko-Reydda tandirlarga qarshi urush ochildi. 3-dekabr kuni Andijon viloyatining Shahrixon tumanida hokim Hikmatillo Dadaxonov ekologik reyd davomida somsaxona tandirlarini buzdirib tashladi. Mazkur holat yuzasidan viloyat hokimligi munosabat bildirdi. O'tkazilgan ekologik reyd haqida dastlab tuman hokimligining Telegram kanalida e'lon qilingan. Keyinroq esa xabar o'chirib yuborilgan. Andijon viloyati hokimi topshirig'iga asosan Shahrixon tumanida havo ifloslanishining oldini olish
hamda ekologik barqarorlikni ta'minlash maqsadida tashkil etilgan ishchi guruhi tomonidan tunu kun reyd tadbirlari olib borilmoqda. Bugun erta tongdan havo ifloslanishiga sabab bo'layotgan obyektlar faoliyati joyida o'rganilib, talablarga javob bermayotgan umumiy ovqatlanish va aholiga maishiy xizmat ko'rsatish obyektlari faoliyatini vaqtincha to'xtatish bo'yicha qat'iy choralar ko'rilmoqda, deyiladi tuman hokimligi xabarida. Viloyat hokimligi esa hokimning jazolangani haqida xabar berdi. Ijtimoiy tarmoqlarda Shahrixon tumanida havo ifloslanishini oldini olish hamda ekologik barqarorlikni ta'minlash maqsadida tashkil etilgan ishchi guruhi tomonidan o'tkazilgan reyd tadbirlari davomida guruh rahbari tuman hokimining ko'rsatmasi bilan umumiy ovqatlanish obyektlaridagi tandirlarga zarar yetkazilgani aks etgan video lavhalar tarqalmoqda. Ushbu holat zudlik bilan o'rganilib, mas'uliyatsizlikka yo'l qo'ygan tuman hokimiga intizomiy jazo chorasi sifatida hayfsan berildi, deyiladi hokimlik munosabatida. Qayd etilishicha, bunday holatlarni takrorlamaslik borasida tushuntirish ishlari olib borilgan. Mazkur holat bo'yicha biznes ombudsman ham munosabat bildirdi. Qayd etilishicha, ekologik vaziyatni yaxshilashga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish jarayonida ayrim hududlarda tadbirkorlarning qonuniy mulkiga zarar yetkazish holatlari kuzatilayotgani haqida murojaatlar tushmoqda. Tadbirkorlik faoliyatining erkinliklari kafolatlari to'g'risidagi qonunga muvofiq xususiy mulk boshqa mulk shakllari kabi daxlsiz va davlat himoyasida. Tadbirkorlik subyektini tugatish yoki uning mol-mulkiga nisbatan boshqa choralar ko'rish faqatgina vakolatli organ yoxud sud qaroriga binoan amalga oshiriladi. Shu munosabat bilan vakolatli davlat organlarini ushbu muhim jarayonlarda tadbirkorlik faoliyati subyektlarining qonuniy manfaatlari va mulkiy huquqlarini ta'minlashga, xususiy mulkka nisbatan qonun buzilishiga yo'l qo'ymaslikka va har qanday choralarni amaldagi qonunchilik asosida amalga oshirishga chaqiramiz, deyiladi munosabatda. Sirdaryoda 4 ta mashina avariyaga uchradi. Sirdaryo viloyatida bir vaqtning o'zida 4 ta transport vositasi yo'l transport hodisasiga uchradi. Qayd etilishicha, voqea joriy yilning 30-noyabr kuni soat 13:45 larda Mirzobod tumani Oqoltin mahalla fuqarolar yig'ini hududidan o'tuvchi xalqaro ahamiyatdagi M34 avtomobil yo'lining Dushanbe-Toshkent yo'nalishi 94-kilometrda sodir bo'lgan. Isuzu rusumli transport vositasi haydovchisi mahalliy ahamiyatdagi avtomobil yo'liga navbat bilan qayrilib olayotgan Jiguli hamda ikkita Nexia 3 rusumli transport vositalarining ortidan kelib urilib, yo'l transport hodisasi sodir etgan. Hodisa oqibatida Jiguli rusumli transport vositasi haydovchisi viloyat tibbiyot bo'limiga murojaat qilgan. Hozirda sodir etilgan yo'l transport hodisasi yuzasidan Mirzobod tumani Ichki ishlar bo'limi, jamoat xavfsizlik xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Barcha haydovchilardan harakat davomida amaldagi yo'l harakati qoidalariga amal qilib, hushyor holda transport vositasini boshqarishlarini so'rab qolamiz, deyiladi xabarda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Toshkent shahrida Onix haydovchisi harakat vaqtida rul boshqaruvini yo'qotib, piyodani hamda Nexia 3 va Cobalt avtomashinalarini urib yuborgan edi.